Hop do'stlar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Kech bo'lganda mana video olyapmiz. YouTube kanalimizda ko'pchilik mana obunachilarimiz video olinglar deyishyapti. Bugun mana bitta obunachimiz so'rashgan ekan, Koreyaga o'zi ishga borishga xarajatlar qancha ketadi deb so'rashgan ekan. Shularning talabiga mos ravishda mana bugun shu javob sifatida video yozyapmiz. Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz qancha taxminan xarajatlar ketishi mumkin? Shu to'g'risida gaplashamiz do'stlar. Hozir kech bo'lganda video olyapmiz. Mana shu mavzu bo'yicha sizlarga gaplashamiz. Hozir birinchi do'konga borib ichimlik olaman va sizlarga birin-ketin mana shu savolga, ya'ni Koreyaga ishga kelmoqchi bo'lganlar uchun maxsus bir javob beramiz do'stlar. Hozir demak ichimlikchani olamiz va kech bo'lganda ham sizlarga Koreya mana Seul shahri kechqurun tunda qanaqa ko'rinadi? Mana shu narsani ham sizlarga ko'rsatib ketaman. Shunaqa gap do'stlar, qani ketdik bo'lsa. Sizlar mana eng yaxshi ko'rgan Koreyadagi bir do'konlarimdan biri 24 soat ishlaydi. Qarang, yop-yorug'. Mana bu skidka bo'ladigan narxlarni ham yozib qo'yadi. Hozir mana shu joydan birinchi ichimlik olamiz. Keyin mana shu ko'chada sayohatimizni davom ettirib, Koreyaga o'qishga kelayotganingizda xarajat qancha taxminan ketishi mumkin? Shularni demak gaplashib o'tamiz do'stlar. Koreyada juda ham bir urf bo'lgan ichimlik bor. Mana koreyslar ham shunaqa qilib ichadi. Ya'ni mana bunaqa narsani tayyorlaymiz do'stlar. Hop, mana shundan bitta kichkinachadan olamiz. Bu 2.8 nima deydi? Kikalagan, ya'ni qora amerikanoda bu. Mana shundan bitta olamiz. Keyin mana shu kattaroq muzlikdan bitta olamizda. Olib, keyin bitta ichiga uy sog'oramiz, ya'ni sutdan sog'oramizda. Aralashtirib zo'r ichimlik qilamiz. Mana shu narsa Koreyada hozir juda ham urfda do'stlar. Mana Koreyada mana shu narsa, mana sut qo'shib yuborasizlar, mana muzga, mana bu kofe. Endi kechqurun kofe ichish mumkin emasmiz, kofe ichamiz. Hop, mana shunga shuni qo'yamizda hozir. Mana shu sutni qo'yamiz, shuni ichamiz. Juda ham bir mazali emas u, zo'r lekin ichimlik bo'ladi. Koreyada ko'pchilik hozir shunaqa qilishyapti, trend do'stlar. Sut ozgina qolib ketdi do'stlar, ichib yuboramiz. Hop do'stlar, mana hozir kofeni ham tayyorlab oldik. Endi o'sha mavzuga qaytadigan bo'lsak, Koreyaga kelish xarajatlari qanaqa bo'ladi agar ishga kelmoqchi bo'lsangiz? Ko'pchilik mendan so'rashadi. Umumiy javob beradigan bo'lsak, agar to'g'ridan-to'g'ri Koreyaga ishchi vizada keladigan bo'lsanglar, demak, ko'pchilik o'sha Y9 viza bilan davlat orqali koreys tili imtihonidan o'tib kelishadi. Agarda men shu koreys tili imtihonidan o'tib, endi koreys tili imtihoni ham unaqa qattiq bo'lmaydi. Shu topik 1-2 darajada taxminan bilishinglar kerak bo'ladi, lekin topik sertifikat so'ralmaydi. Aynan mana shu Y9 viza deyishadi. Internetda ham qidirib ko'rsanglar bo'ladi. O'zbekistonda hozir qaysi tashkilotlarga esimdan chiqib qoldi. Migratsiya tashqi mehnat migratsiyasi agentligi derdim menimcha. Ana shu Toshkentda menimcha o'sha joyga murojaat qilib, o'sha koreys tili imtihonidan o'tib Koreyaga kelsanglar bo'ladi. O'sha Y9 viza. Endi xarajatlari u holatda ko'p bo'lmasa kerak, ketsa bir 2 minglar ketar balki. Agar shu imtihondan keladigan bo'lsalar, balki 2 ming ham ketmas. Shuning uchun o'sha koreys tili imtihonlaridan o'tib ishga kelsalar bo'ladi. Faqat bitta notomoni bor, Y9 vizada o'sha imtihondan o'tib qo'ygan taqdiringizda ham do'stlar ancha vaqt kutib olishingiz mumkin. Ya'ni Koreyaga ketishinglar, shu imtihondan o'tganlar juda ham ko'pda, chunki imtihondan o'tganlar ko'p, sizni navbatingiz kelguncha ham ancha vaqt yo'qotib qo'yishingiz mumkin. 2-3 yildan beri navbatini kutayotganlar bor-da. Shuning uchun agarda Koreyaga maqsadingiz tezroq kelish bo'lsa, shu topik sertifikatlarini olib yoki IELTS sertifikatlaringiz bo'lsa, ingliz tilida to'g'ri universitetga topshirib, shu til kursiga, kasbiy ta'lim, bakalavr, magistraturaga kelishingiz mumkin o'rtoqlar. Xo'p do'stlar, mana hozir kechga Koreya Seulda sizlarga
ko'rsataman. Mana shu ko'rib turganingizdek, mana shunaqa domlarda ham ko'p koreyslar yashashadi. Bu yerda mana birinchi qavatini e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu parkovka qo'yishadi mana. Hamma domlar mana uyimiz atrofida shunaqa. Koreyada mana shu uyni mana shu tur 5 qavatli bo'ladi. Mana shunaqa holatda birinchi qavatiga alohida bir dom solishmaydi, parkovka qo'yishadi. Chunki mana shu zdaniyada, mana shu binoda yashaydiganlar uchun mana shunaqa parkovka boshqa joy yo'qda chunki. Shuning uchun shu birinchi qavatini shunaqa qo'yishadi. Fikringlar nima bu haqda sizlar do'stlar yozib qo'ysanglar kommentariyada, albatta qiziq. O'zbekistonda ham keyinchalik mana shunaqa proyektlar bilan menimcha binolar qurilsa zo'r bo'lardi. Shu birinchi qavatiga parkovka qilib qo'yish. Do'stlar, xo'p, endi o'sha mavzuning ikkinchi qismiga qaytadigan bo'lsak, o'qish vizasi bilan kelinganda xarajatlar taxminan qancha bo'ladi? Xo'p, do'stlar, o'zingizlar bilasizlar, hozir O'zbekistonda hamma shaharlarda, tumanlarda даже agentstvalar, konsalting firmalar ko'payib ketdi. Ishonchlilar ham bor, ishonchsizlari ham bor. Albatta ishonchliklari orqali kelishinglar kerak. Firma to'lovlari mendan yaxshi bilsanglar kerak, Koreyaga qiziqadigan bo'lsanglar, firma to'lovlari endi $1000 bor, $1,500 bor. Ya'ni Koreyaga o'sha viza olib berishadi sizga va bu Koreyaga o'sha viza chiqqandan keyingina bu firma to'lovlarini qilasiz. Umuman o'qish viza orqali keladigan bo'lsangiz, taxminan meni bilishimcha baribir shu $5000 dan kam ketmasa kerak. $5000, $6000, $7000 ham odamlar to'lov qilishib, endi bu yerda taxminan shu $1000, $2000 baribir o'sha firma to'lovi bo'ladi. Undan keyin o'qishga baribir kontraktga kirasiz. Kontraktingiz ham $3000, $4000 bo'ladi. Firma faqat o'zini firma to'lovini olmaydi, balki boshqa shartnoma to'lovlari, boshqa to'lovlar bor. O'qishga kirgan taqdiringizda ham o'sha boya aytganimizdek tuition feesi bor, o'qishi to'lovi bor, plus Koreyada baribir yashashga joyingiz kerak bo'ladi. Kesuksa, ya'ni yotoqxonaga ham to'lov qilishingiz kerak bo'ladi, bank shotlar bo'ladi. Umuman hop taxminan baribir shu $5000 dan oshadi. Eng kami $5000, $6000, $7000 lab Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lsangiz, kami $5000 plus $6000, $7000, balki undan ham ziyodroq ketib qolishi mumkin do'stlar. Koreyaga kelish ham oson emas va mana shu xarajatlarni to'lab keladigan taqdiringizda ham ish topish ham oson emas, chunki ishlar biroz kamayib qolgan. Shuning uchun do'stlar, birinchi navbatda tilni o'rganib kelishni maslahat qilaman. Koreys tilini alfabetlarni yodlab kelishlarni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim sizlarga. Chunki tilni bilsanglar, ish topish ham ancha osonlashib qolishi mumkin. Ish topolmaydiganlarning ko'pchiligi koreys tilini yaxshi bilmaydiganlar. Agar koreys tilini yaxshi bilib keladigan bo'lsangiz, albatta bu yerda ish topishingiz ham osonlashadi. Koreya ko'chalari juda ham yorug' do'stlar. Mashinalar mana bizda hozir soat necha bo'lyapti? Taxminan 10 lar bo'lyapti. 10 dan ham 11 lar bo'ldi. 11 dan ham уже oshib qoldi soat. Mana bozorcha, mana kechqurun bozorcha hozir ishlamayapti. Mana shunaqa kichkina bozorchasi bor bu yoqda. Seulda Kurogu degan tomonda turaman. Shu Seulda markazlari deb tushunsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda mana matti bor, mana meva-cheva hammasi sotishadi. Mana shu kechki Koreya do'stlar. Endi sizlarga zo'r joylarni ko'rsatganim yo'q, faqat o'zimning atroflarimni ko'rsatyapman. Lekin baribir mana shu Koreya to'g'risida umuman Koreyani ko'rmaganlar bor oramizda. Kechqurun qanaqa ko'chalari, mana oddiy ko'chalarda endi bu Seuldagi. Mana bu yerda mana telefon do'koni ekan. Koreyada o'zi ish haqlari qanaqa, ko'pchilik shu to'g'risida ham gaplashib qolishadi. Lekin bitta narsani aytish kerak, baribir oldingidek emas, chunki o'sha bu yerda dollar ko'tarilib ketgan. Won o'zini won degan pul birligi biroz tushgan do'stlar. Umuman o'rtacha olganda $1,500 desak bo'ladi. $1,500 ham 2,5 million won atrofida bo'lyapti. Ya'ni o'rtacha oylikni $1,500 deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bu degani lekin siz O'zbekistonga o'sha $1,500 deb yuborilasiz degani emas uydagilaringizga. Chunki bu yerda sizning xarajatlaringiz bo'ladi, yashash xarajatlaringiz, turar joy xarajatlaringiz bo'ladi. Kiyinaman deysiz, kasalxonaga tushib qolishingiz mumkin. Agar $1,500 bu yerda topayotgan bo'lsangiz, $1000 xarajat qilsangiz ham $500 uydagilarga yuborishingiz mumkin-da. Lekin agar
kontraktda o'qiydigan student bo'ladigan bo'lsanglar, shu $500 ham yuborish qiyin bo'lib qolishi mumkin. Chunki kontraktga ham to'lashinglar kerak. Sas Koreya ham oson emas. Koreya oson emas degandim do'stlar, mana bu binoni mana birinchi qavati bo'shayotibdi. Mana shu yerda mana yaqinda shu nima deydi, mana oshxonalar ishlab turardi. Bankrot bo'lganda. Bankrot bo'lgan. Siz bu yerda bankrot bo'lib, o'rniga boshqasi ochilib, shunaqa kichik biznes yaxshi rivojlangan lekin. Ishlab turib, ochilib turib, 6 oy ishlaydi. Yopilib ketib, sirasi yana o'rniga boshqasi ochilib, mana shunaqa holat. Juda tez ochilib, juda tez yopiladi Koreyada. Mana kechqurun mana amaki hozir shu ovqat tashib yuribdi, qaranglar mana. Shu amaki ham lekin 3000 topsa kerak, 2000 topsa kerak. Avtobuslar mana soat 11 dan o'tyapti, qatnay yuribdi mana. Yo'l belgilari mana tepada mana qizil 50 dan oshish mumkin emas, mana kamerasi ham bor, qaranglar. Ko'chalar yorug'. Svetoforlar hammasi ishlaydi, svet o'chmaydi 1 daqiqaga bo'lsa ham. Mana koreyslarda kechqurun yurishi do'stlar. Shu koreyslarda ko'chaga yurishini ko'rmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar ham bor-da. Mana shunaqa holatda yurishadi, qaranglar. Ko'chalari mana ko'pchilik Koreya haqida bilmaydiganlar Koreya ko'chalarini toza deb o'ylashadi. To'g'ri. O'zbekistonga qaragan toza, ancha-muncha, lekin mana bunaqa holatlari ham bor. Ya'ni top-toza emas-da. Mana bunaqa holat. Mana bu yerda odam juda ko'p qatnaydi. Mana bu yerda savdo bilan shug'ullanadiganlar bor. Toza emas baribir. Toza joy, top-toza joylari bor. Mana bunaqa joylari ham bor. Shunaqa gap do'stlar. Do'stlar, xullas, bugungi videoda mana shu Koreyaga o'qishga, ishga kelish xarajatlari to'g'risida qisqacha sizlarga bilganlarimni gapirib berdim. Bunaqa detalni, ya'ni batafsil gapirib berganim yo'q. Agarda birorta savolinglar bo'lsa, mana shu mavzu to'g'risida yoki boshqa mavzular, Koreyaga oid mavzular bo'yicha savolinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin. Koreyaga qiziqadiganlarga ushbu videoni, mana shu YouTube'dagi videoni ulashib qo'yinglar. Koreya to'g'risida qanaqa ma'lumotlar sizlarni qiziqtiradi? Albatta yozib qo'yinglar do'stlar. Albatta javob berishga harakat qilaman. Har bir kommentariyalarni kuzatib boryapman. Sog' bo'linglar do'stlar. Albatta bitta like bosib qo'yinglar va kommentariya yozib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman. Koreyada ko'rishguncha do'stlar.